Bularni masalan bularni din islomga tarqatishlik zulm, nima tushuntirishlik bu zulm emas. Albatta ularga bu mehribonlik. Masalan bir odam o'zini farzandi quduqqa tushib ketayotgan bo'lsa, tezlik bilan ushlashga ulgurmaydigan bo'lsa, borib tepib ontarini nariyoqqa tushirib yuborishini, quduqdan saqlab qolishini yaxshilik deydi. Mabodo shuni ko'rib tursa, dadasi ulgurmay attang qilib tursa, bir odam kelib tepib nariyoqqa o'tkazib yuborsa, shu bu odamni borib quchoqlab rahmat sizga deydi. To'g'rimi? Buni zulm qilding demaydi. Ammo to'g'ri yurganda sal turtib qo'ysa, sen nima meni o'g'limni urasan deydi. Zulm ma'nosini bilishimiz kerak. Unda islomiy jihodlarni ko'p odam zulm deb tushunib qoladi. Hozirgi dinsiz odamlardan ko'pi o'g'rini qo'lini kesishlik zulm deb o'g'rilarni ko'paytirib olgan. Bu chunki faqat uni qo'lini kesishligini o'ylangan xolos. Minglab odamlarni Allohning hukmini joriy qilishlik ayni adolatdir. Birodarlar, endi bir aqiqani hadis so'ralolmaydi. Bu so'ralov bu hamma aqiqaga chiqib ketmasligi kerak. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahoratni o'rgatganlarida shunday qildilarki, bu tahoratni bir marta qo'llarini yuvib, bir marta tahorat har a'zoni bir marta yuvib, mana bu tahoratki bu siz Alloh taolo ibodatni qabul qilmaydi dedilar. Ikkinchisida 2 marta yuvdilar, ko'rsatdilar. Bu ham tahorat dedilar. Uchinchisida 3 martadan yuvib, bu meni tahoratim dedilar. Sunnat tahorat. Shundan keyin tahorat haqida masala hadab aytilavermadi. Bizning diyorlarimizda shu tahoratda haqida masala aytilaveradi, oxiri o'lgandan keyin qabristonda ham tahoratda nechta farq bor deb so'ralaveradi. Masalan, shunga o'xshagan bu yerda hadab aqiqani masalasini so'ralaverish bo'lmaydi. Aqiqa bir odam mo'min odam, mabodo bir qiyomatga borib qolsa, shu aqiqa qilmasdan bundan savol javob uncha qattiq bo'lmaydi, birodarlar. Bu yerdagi farzlarni ro'yobga chiqarishimiz kerak. Bu aqiqa bu bir chiqim kelganda juda odamning masala ko'payib ketadi, savol ko'payib ketadi. Kerim bo'layotganda hech odamlar bu savollarni berishmaydi. Savol bersam bu kerimni yo'li to'xtab qolmasin deydi. من البيان لا سحر وإن من الشعر لحكمة. Bu hadis g'alab yozilibdi, shu sahihmi deb so'rabdi bir kishi. Bu hadis albatta sahih. Sehr degan ma'nosiki, bayonda sehr bor deganning ma'nosi bir ta'sir bor deganlar. She'r bir hikmatni, ba'zi vaqtda she'r o'zi hikmatni ham ifoda qilib qoladi deganlar. Masalan, bu so'zni shunday aytdilarki, 2 kishi keldilar. 2 kishi kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldida bittalari ikkinchisini maqtadi. Maqtaganda u maqtalgan odam aytdiki, "Ya Rasululloh, menga hasad qilib, hamma fazilatlarimni aytmasdan ozini aytdi" dedi. Bu juda menga hasadchi bu dedi. To'g'ri, buni g'azabi keldida yomonlashga turdi. Yomonlagandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgardi. Payg'ambar huzurida 2 xil turish mumkin emas dedi. Nimaga buni ham maqsad ham yomonlayapsan dedi. Shunda aytdiki, "Rabitu fil ula fasadaqtu. Fasadaqtu fil ula wa ma kadabtu fil ukhra. Rabitu faqultu ahsana ma fihi, ghadibtu faqultu aqbaha ma fihi." Avvalgisida to'g'ri gapirdim dedi. Keyingisida yolg'on gapirmadim dedi. Avvalgisida bundan rozi bo'lib turib, bunday bor sifatlarni yaxshisini aytdim dedi. Keyingisida achchig'ini keltiruvdi, bor sifatlarni yomonini aytdim dedi. Bir ajib bir so'z o'rdida, ya'ni avvalgisida to'g'ri gapirdim, keyingisida yolg'on gapirmadim dedi. Bu so'z shunda aytiladi, inna minal bayani la sihra. Ba'zi bayonlar sehr, shunaqa ta'sirni o'z ichiga oladi dedi. Mana shu so'z shunda aytildi. Shu hadis sahih hadis, lekin yozilishda g'alati yozilgan bu. Odamlar mana bu yerda so'rabdilarki, bir kishi safarda bo'lganda peshin asr Shom xuftonlarini qo'shib jamlab o'qisa bo'ladimi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadislar ko'p jam'a bayna solatayn haqida, peshin va asrni jamlash, ho jam'a taqdim, ho jam'a ta'xir, yo peshinni vaqtida asrni qo'shib o'qish, yoki
asr vaqtida peshinni jamlab o'qishlik sunnat haqida, sunnatligida va shom bilan xuftonni ham jamlash haqida ko'p hadislar bor. Endi bu odam avval men o'qimayman shunaqa qilib deb tursa, unga hech bu hadislarning manfaati bo'lmaydi. Oldin menga hujjat keltiring, shuni men amal qilaman, shunga hujjat o'tadi desa, ixtiyorli. Lekin bu sen jamlab o'qimasang gunohkor bo'lasan deb birov aytganlar. Jamlab o'qiganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonicha. Shu hadislar bor shunga. Xo'p, bu yerda ko'p kishi ba'zi savollarga birodarlar javob bermadik. Buni savollari ba'zi uzun javob berishlik kerak bo'lganligi yoki ba'zilari unchalik muhim savol bo'lmaganligi uchun. Shuning uchun ba'zi ko'pchiliklar bir duo qiling deblar, farzandlari bir betob ekan, ko'pchilik duo qilamiz. Alloh subhanahu va taolo volidalariga shifo bersin. Ba'zilar dadamiz notob deblar, Alloh taolo shifo bersin. Farzandlariga ham shifo bersin. Hamma ahli islomga Alloh taolo bemorlarga shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo mana ba'zi bir kishilar shu jamoatimizga yangi bugun kelgan 2 kishi bor, shuni duo qilaylik deblar. Alloh taolo sobit qadam qilsin, haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo ba'zilar talab ilm ekan, uzoqdan kelib shuni talab ilm qilyapsiz deblar. Alloh taolo ularga talab ilmda ilmlarga amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham haq yo'lni ko'rsatsin, shu haqqa amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Alloh subhanahu va taolo jahondagi hamma musulmonlarga najot bersin, xususan mustadafillarga Alloh taolo najot bersin. Alloh subhanahu va taolo din islomga yordam berayotganlarga yordam bersin, zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم. اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.